Assalomu alaykum qarindoshlar. Sayyi qanaq kelsiniz? Hey, bugun Danak merkezde hükümet binasının aldıda Xitaylarning bayramını qilib keldik. Chag'an bayramı o'tkazib keldik. Bizim aldıda saat 11'den başlap ichkiricha namoyish qildik. Oxirida ichida biz bir ko'z qayli nimishlar bo'lyapti deb qarsak, ichida bu sharafsiz Xitoylar kichik bolalarga Uyg'urcha kiyinib, Uyg'urcha kiyim, usul kiyimni kiygizib su o'yini qilmoqchi. Maqsadi albatta Uyg'urlar mana yaxshi yashayotdi. U yerda hech qanday bo'lmadi degan bir mesaj bermoqchi. Albatta biz u yerda ko'rib beyaram bo'ldik. Keshi chiqib Abdurahmonjanmi? Abdurahmonjan, Abdurim, men, aniken Qurbanjon qarinishimiz deyishib, bu yerda bunday yo'l qo'ysak bo'lmaydi deb bir ovozimizni chiqaraylik qildik. Uning oldida Abdurahmonjon ichida ularning faoliyat tugab, hozir butun shu boshliqlar rasm tushgan vaqtida sakning ustida qarinishimiz nati jasorat bilan sakninga chiqib, lozungini ko'tarib, Xitoy Uyg'urlar bo'layotgan qirg'inchilik to'xtatsin deb nurg'ungan shuarni to'lab qildi. Albatta oxirida ichidagi securitylar, qo'g'iruvchilar u qarinishimiz oxirga ketdi. Ondan keyin biz shu abim degandek Xitoy bolalari Uyg'urcha kiygizgan Xitoy bolalarini oldida shunaqa so'zlagan to'q shu atrofda soqchi yig'ildi, atrof nurg'un chetariklar ko'ydi. Aşağıda bular maqsadlik, shuni so'zlikki, bular maqsadlik Xitoy bolalariga Uyg'urcha kiygizib, Uyg'urlarni qanday yaxshi yashayotgan tunutib, bu haqiqiy Uyg'ur emas. Haqiqiy Uyg'ur Sharq Turkistonda 3 milyondan ortiq qarinishimiz kampning ichida yashayotdi. U yerda zulm bor, asbada so'zlik, to'xtamay so'zlik takrorlab, oldida bir 5 minut 3-4 minutma, shu 5 minutgacha so'zlab turgan jarayonda hammadan o'yilib ketdi. Oxirida Xitoylar chidamay ashada qalayimqon jidal chiqadi. Yani bizden aldığımızda çıkmalı resim tasanlı bombaydı. Çıkmalı çekilsanlı bombaydı da yağanı tökmen çaplap, edep məqsəd aksız sakçılar kesip de şu işlerini kıldı o yerde. Biz əldə ondaşların kımında biz özünün sözgen cerenin ahırda Xitay ballar çıkıp kalğan pakatlam çıkıp kalğan yeri var. Sözgen nurgun adam anladı o yerde. Kör oldu da şeyde. Körün oturdu. Mana muşunda şerefsiz şekilde muşlarda köstüp Uygurlarni muşunda Uygurlarni köz qilmoqchi, ama biz ayeda so'zlaydigan so'zlik vaqif Uyg'ur emas, bular Xitoy. Biz mana haqiqiy Uyg'ur zulm chekayotgan mana haqiqiy Uyg'ur biz deb bütün adamlar bizim oxirgi ovozi cho'ngaytib, bütün zan anglizdak qilib so'zlik. Oxirida albatta soqchilar keldi. Soqchilar bizim işimiz qilmadi. Soqchilar bizni ayirib bizni. Çünkü Xitoylar bizga itilib chiqdi. Xitoylar bizga itilib chiqdi. Abdurimga va Qurbanjon akimizga manga bizga itilib chiqqandan keyin biz hech qanday chekilmadik. O'zini dudabi meni chekilma deb turdik. Soqchilar kelib chiroyli ayirib etdi. Faqat bizning rasmimizni, kimligimizni so'rab, bizni endi kirsanglar bo'lmaydi, qapolmaymish yer, kirmagan bo'lsanglar chiroyli yapgan. Biz ma'qul deb chiqyaptik. Hozir bular ham paylik qilmoqchi. Soqchilar shu sahnaga chiqayotgan bolalarni. Açtaqdan keyin mushuna bir jarayon bo'ldi. Afsus abim aldirashchilikda telefon tortilmay qoldi. Shunda bo'lsa ham xalqimiz Gollandiya jamoat bilan butun dunyolik qarindoshlar hozir bo'layotgan haqiqiy grupma Abdurahmon qarinishimizniki shu jasorat bilan shu sakning ustiga chiqib, faoliyat qilayotgan sakning ustiga chiqib, aşağıda lozungimizni ko'tarib, shu oradan to'lab qilganiga aferin aytamiz. Inshaalloh qarinishimiz bilan birdan aloqashib, sog' salomat bo'lsa, Abdurimjon o'zi bir uçurun berib qo'ydi deb o'ylayman. Bugungi mush namoyish o'rlashtirgan Abdurimjonga rahmat. Gerçi kepagan qarinishimizga rahmat. Gerçi sonimiz sal oz bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ammo biz yetarli ovozimizni anglatdik deb o'ylayman. Uni oldida 3 soatlik namoyishdimi? Nayiti nurg'un adam, chunki faoliyat kiran cho'ngishni oldi taraf qildik. Kelgan Xitoylar chetarliklarimiz nima bo'ldi deb so'rab tushundim. Adam az bo'lsa-mu, maqsadimiz yetib deb o'ylayman. Inshaalloh bundan keyingi faoliyatlar, namoyishlarda mushunda unumli bir namoyish qilishga yantirishimiz istaymiz. Abdurimjon. Bugungi faoliyatda Irshad Qardosh asosliq deb bo'ldi. Bizning asl maqsad aşağıda Uyg'urlarningki usul kiyimlerini kichik Xitoylar kiydirib, o'sha usul o'yintilganda Uyg'ur qiyofatida. Biz aslida usul qiyofatida sahnaga chiqmoqchi edik. Sahnaga chiqib, bayroqlarimiz va mana yanchiqlarimizda bayroqlarni tutib, hatto bizningki mana mavu nimani aytgan tilda mushta yeyib, mushta ko'z o'sha yerda
Benim ota-onam qanday urug' tuqqanlarim qanday Xitoy hukumati deb butun muxbirlar ko'zitib bular qilmoqchi. Ammo soqchilar bizni uyoqqa yaqinlashtirmadi. Mana chetalik hozir bizga yaxshi qilinglar deb ketib haqiqatan guludi chetalik. Abi ham faqat gapinglarni ekranga chiqmoqchi, u chiqish maqsadiga bo'lmay qoldi. Abi ham Abdurahimjon deganak bizmo shu sahna ustiga chiqmoqchi. Afsus Abdurahmonjon kelinishimiz chiqib bo'lgan ekan. Ulaylıqı qoğdaydigan security adamlarni sahna atrofga to'g'riz qilib bo'lgan ekan. Biz amal yo'q, beplanni qilib shu bolalarni oldida tushuntirib, ashiyada bir namoyish qildik shu hisobda. Bo'pti. Bo'ldi, rahmat sizga rahmat aka.